Yo, hammaga salom, obunachilar, sizlar bilan Voice Car Parking. Bugungi videoda biza men bu yerda dehqon bo'lib ishlayman. Endi просто men ekinlarga qarab, bu narsa qilib yuraman. Tak, bu videoda meni uyim naryoqda aytgancha ishlarni qilib bo'ldim. Endi men har doimgi boradigan joyimga boraman. Chunki o'tgan safar o'tdan chotki narsa topib olganman. Har kuni men o'tga borib qarab yuraman. Qarab o'tdan vashshe bir qimmat narsa topib oldim, nimaligi esimda yo'q. O'shadan endi mashina olib ketdi. Yur, mana mashta bu короче metallom bo'tdi. Mashina nimadir eski narsalar tashib ketishadi. Mana bu bo'sh ekan, nima? Keyin mashina narsalar tashib ketishadi. Tamam. Nexa'mi? Yo, obunachilar Nexa bir voy. Urilgan ekan. Bu yuramgina. Qani o'tirib ko'rish kerak. Eshigi ham ochiq, sound chotki turibdi g'oru. Start stop ekan. Shaqillar motor, bu yurmasa ham kerak. Tak, buni endi City 1ga olib borish kerak. Bu yerdagi hamma narsa mumkin deyish. Bu yerda hech nima qilishmaydi, просто tashlab qo'yishadi, metallom topshiradi. Tak, endi evakuator chaqirib City 1ga olib boramiz ustiga. Davay. Bu obunachilar gaplashdik mashinani. Ana bir joyda turgan brat bilan 3-4 kunda qilib beraman dedilar. Endi men hozirgandek chaqirib uyga borib pul bilan tayyorlab qo'yishim kerak. Men X5 bugun ketqizorar ekanlar, keyin buni harakatini qilar ekanlar. Uni qilib bo'lganlardan keyin bitta mo'yka qilib yuboraman. Mo'yka qilgandan keyin men endi hozir uyga borishim kerakandek chaqirib, bu qoladi shotda, narxi ham $2,500. Wow. Nima? Zapchastlar qimmat ekan endi. Chotchilib ketgan. Keyin dokument aytishim mumkin. U metallonga tashlangan mashinalarni dokument qilish osonroq. Hatto ko'chadan o'g'irlab bu narsa qilgandan ko'ra. Tushunganmi? Shuning uchun hozir endi yandek chaqiraman. Ana obunachilar mashina bitdi. Bu vashshe diskalar oq ekan, shunchalik kirib ketganda. Mashina chiroyli qaranglar. Ustaga bariga topshirib mo'yka ham qilib qo'yib, chotki qilib hamma narsa qilib qo'yibdilar. Общий summasi $2,600 bo'ldi. Bu mashina arziydi menimcha. Endi eski bu deyishlar mumkin, nima farqi yo'q. Keyin tonirovkalar ham qilib qo'yganlar, men qaranglar. Chotki deyman. Просто 5. Keyin men u dehqonchilikdan bo'shadim. O'tdagi uyimni sotdim, bu yerga ko'chib keldim. Endi lekin bunga nomer taqish kerak. Nomer qanaqa taqamiz? Qaranglar obunachilar, buni oldi tortadi. Nexa 1da oldi silishgan vashshe chotki tortadi. Svetofor buzilganmi buni? Shqilibdi. Men beznumerman, o'tib ketdim. Sorry. Bu ketqotdi. Silishim ketqotdi. Endi nazorat qilib kelishim kerak. Shu yo'l yuzida shunisi xato bo'ldi. Tak chotki. Hamma jinnimi yo'l yuzida turgan. O'tib ketamiz.
Sekin gaz bosilib ketadi. Mayli. Shuni tortib qo'yamiz. Endi anchadan beri mashina haydayapman-da, oxirgi marta Jiguli haydaganman. Jiguli ham endi ozgicha dam olsak, chotki mashu sotib oldim mana. 2 etash. Yo'q, 3 etash ekan. Turishini qaranglar. Tak, obunachilar kechasi aylanib kelib qoldi endi. Chunki bu mashina hali nomer ham olish kerak. Nomer olishdan oldin bir bosib olish kerak. Jinni o'qibdi. Svetoforlardan o'tib ketsam bo'ladi, sekin. Jinnini yo'qib. Ko'rmay qoldim. Endi bosamiz. Salimda ko'tarib chiqadi. Uzr. Chunki bunda nomer yo'q-ku. $2600 remont qilib ursalaring kodlarini yirtaman. Уже 200 ga chiqib ketdi. Urmasam bo'ldi. Chotki ekanligini tortishlari bor-ku. Просто 5 ketdi. Bernautan qo'rsa kerak edi o'rtoqlar. Bunda tormoz yaxshi ekan lekin. Voy! Uni qo'rqitmaydi odamni. Mana shuni oladi. Tak. Endi chegaraga o'tib ketmaymiz. Bo'ldi, qaytamiz shu yerdan. Bu yerdan qaytish uchun pоворot qilish. Mayli. Men shu yerda bitta narsani sinab ko'rmoqchiman. Keyin 360 kameralari bor. O'ylasam obunachilar mana. Unda Bernard ko'rinadi. Вообще boshqacha bor. Qarang. Ketdi. Ana kakir benzin kamaga. Telefonga hech nima kelmagan. Buni qolamiz. To'xtalamda bo'lish. Buni hali Malibuga ham almashtiraman. Chunki Malibu yoqadi endi bundan ko'ra. Hamma yaxshi. Bo'ldi, obunachilar 156,000 bo'ldi. Qarada ketdi. Juda o'xshagan qoldi. Qo'loslar. Ketdi endi. Короче, obunachilar, bu mashina ancha yoqdi menga. Topganim ham omad bo'ldi bu. Sekin. Ashla yoqmaydi bor-ku. Qo'li siqib ketadiganlar. Lekin bunga nomer olgandan keyin jimman. Sekin. Hamchut pоворot yo'q qo'ygan. İşlemeydi. Çünkü numaram yok. Qaranglar, bittadek gizgi chiqib ketadi. Buni hali motorlarni ham tekshirtirishim kerak. Bo'ldi shunaqa.
bitta oxirgisini bosaylik. Menga можно o'tish chunki nomerim yo'q, baribir radaram olmaydi. Gay o'zi ishtirok etib qo'yadi. Mayli. Tak, obunachilar, videoni shu yerda to'xtatamiz. Hammaga xayr. Ikkinchi qismini chiqishini xohlasanglar, hozir bizda 749 ta подписчик. To'g'ri aktiv tushib ketgan, uni bilaman, uni tan olaman, o'zim aybim. Aktivni qaytarib, like davay, bomba qilib tashlaylar davay. Men xohlasanglar ertaga, xohlasanglar indinga qo'yaman ikkinchi qism. Unga hali nomer taqamiz. Ili qanaqa nomer taqishimni ham kommentariyga yozib qoldiringlar.